Mercedes-Benz logotipi nimani anglatishini bilasizmi? 3 qirrali yulduz ko'rinishidagi ushbu logotip Mercedes-Benz kompaniyasining dvigatellarini yerda, samoda hamda suvda bo'lgan hukmronligini anglatgan. Mercedes kompaniyasiga asos solingandan boshlab bugungi kungacha ushbu belgi 7 marotaba o'zgartirilgan va bugungi kunga kelib Mercedes logotipi texnologiya, sifat hamda obro' ramzini anglatadi. AMG nimaligini bilasizmi? AMG bu ushbu kompaniyaning asoschilari bo'lgan ikkita muhandis Alfred Melcher hamda Alfredning tug'ilib o'sgan shahri Grossesbach shahrlarining birinchi harflarini yig'indisini anglatadi. Hozirgi kunga kelib AMG Mercedes kompaniyasining alohida bo'limi hisoblanadi. AMG bo'limi Mercedes modellarining interyeriga o'zgacha yondashadi va eng asosiysi Mercedes uchun quvvati baland bo'lgan dvigatellarni ishlab chiqaradi. Eng qizig'i, AMG 63 dvigatellari bir inson bir dvigatel falsafasi ostida qo'lda yig'iladi va ushbu dvigatelni yig'gan muhandisning ismi dvigatel ustida yozib qoldiriladi. Ushbu lavhamizda Mercedes haqida qisqacha ma'lumot berib o'tdik. Mercedes modellarini xarid qilish va to'liqroq ma'lumot olish uchun A-Bozor Premiumga murojaat qiling. A-Bozor, bozori chaqqon ilova.